Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Muhiddin tabib shifoxonasiga keluvdim. Buyrak pриступ berib oluvdi. Shu og'rig'i bilan keluvdim. Bu yerda bugun 7-kunim. Bir 3-4 kunlari ancha foyda topayotganimni bilib turib, ari olishda davom etdim. Bitta buyragim emas, ichaklarda og'riqlar ham bor edi, oshqozon, ichaklarda, quq, bezovta bovul qilayotganda achitish holatlari bo'lardi. Hammasi hozir 7-kunida hammasidan shu yengillab qolganimni sezdim o'zimda shu effekti bo'lganini. Bu avval ham olganman, shu asalaridan foydalanganim uchun o'z ixtiyorim bilan kelib turib, bu davolanishga yotdim. Mana natijasini ko'rdim o'zim ham. Endi ko'pchilikka chin ko'ngildan taklif qilaman, ari olishligini ham. Bu eng avvalo asalari olayotganda parhezlari muhim bo'ladi. Parhezlariga rioya qilib, o'zini issiq tutib, bu tabiblarning ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilsa, shu foyda topishligi aniq bo'ladi. Ko'proq shamollashlik kasalliklariga foyda bo'lar ekan. Kelganda bu yerdagi ishchilar, barcha mana xizmat qiladigan odamlar ham ko'ngli ochiq, haligi kirishimlik, gaplashsangiz ham yotirqanamaydigan odamlar ekan. Xonalaringizga o'zlari ovqatlarni 3 mahal bo'lsa, 3 mahal ovqatlarni qo'shimcha shashli somsa yeydigan bo'lsangiz, buyurtma qilsangiz, xonangizga olib kirib beraverar ekan. U hech qanaqa ovoragarchilik, anaqa malol ham kelmaydi ekan xizmatdagilarga.